Yotoq joy, registratsiya, obed, dokumentlaringizga yordam beradi, taksi pulingizni to'lab beradi. Akalar, bunday ishlar har kuni ham chiqavermaydi. Erkak va ayol kishilarga farqi yo'q. 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan akalarimiz, opalarimizni taklif qilamiz. Like bosib shu videoni tarqatib tashlaymiz, yorib tashlaymiz akalar. Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Moskva, Qozog'iston, Podmoskva, Qozog'iston taksilari yo'lga tushdi. Akalar, opalar, komfortni to granitsaga bitta mashinada borib kelmoqchimisizlar? Marhamat, sizlar uchun komfortni mashina yo'lga tushgan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilasizlar. Avazbek akaga Sabr musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Granitsaga chiqmoqchimiz desalaring, uylaringizdan kelib olib ketadi. Akalar, opalar, granitsaga chiqarib, olib kelib, yana uyingizgacha tashab qo'yadi. Glavnisi Sabr musofir kanalidan oldim desalaring, nomerda yana skidkasi bor. Akalar, opalar, srochniy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Granitsaga chiqmoqchi bo'lsalaring, dokumentlaringizni so'rovga o'tib ketgan bo'lsa ham o'zlari yordam berishadi, yo'l beradi. Assalomu alaykum musofirdagi do'stlarim. Yana zo'r yangilik. Ish chiqaryapman. O'zbekiston, Tojikistondan taksi pulini to'lab beradigan ish chiqaryapman. Dokumentlaringizga yordam beradigan ish chiqaryapman. Akalar, opalar, bir donadan like bosinglar, shu videoni tanish bilishlaringizga tarqatinglar. Chunki kommentariyaga juda ham ko'p odam yozyapti. Bizni sharoitimiz yo'q, taksi pulini to'lab beradi, bilet olib beradigan ishlarni toping deb. Mana sizlar uchun shunday ish chiqaryapmanki, agarki siz O'zbekistonda yo Tojikiston, Qirg'izistondan mashinada kelmoqchi bo'lsangiz, to obyektgacha yetib kelsangiz, yotoqxonasigacha yetib kelsangiz, shuni taksi pulingizni sanab beradi, o'zingizni kutib olib joylashtirib qo'yadi, keyin dokumentlaringizga yordam beradi. O'sha yashayib turgan joyingizga registratsiya qilib beradi, чтобы biron kishi garang qilmasligi uchun. Like gazini bosamiz, kommentariyaga o'tib kommentariy yozamiz. Kimki yangi bo'lsa kanalga podpisatsiya qilib qo'yamiz. Akalar, opalar, bunday ishlar har kuni ham chiqavermaydi. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Gulnoza. Men hozirda Moskva shahrining Ramnskiy rayonida Azon skladida Nayda kompaniyasida komplektovchi bo'lib ishlayman. Ishlarga keladigan bo'lsak, o'zingizning xohishingizga qarab nochnoy hamda kunduzgi smenalar bor. Biz hozir nochnoy smenaga ketyapmiz. Kompaniya tomonidan bir mahal ovqat ishga olib borib, olib keluvchi transport hamda mana shunday kottejlar beriladi. Soyalari yaxshi, siz o'zingiz, конечно, bu yoqda fizический sila kerak bo'ladi. 12 soat oyog'ingizda turib ishlaysiz, lekin olgan zarbatingiz ham shunga yarasha bo'ladi. Agar siz O'zbekistonda bo'lsangiz, Moskvaga olib keluvchi mashina ham bor. Kompaniya tomonidan bizga, menga yoqadi. O'zim ishlayotgan ishim, sizlar ham kelinglar, ishlab ko'ringizlar. Nima ish deb so'raysizlarmi? Groshchiklar kerak, komplektovchilar kerak, sortirovchilar kerak. Akalar, opalar, erkak va ayol kishi farqi yo'q. Absolyutno любой kishini qabul qiladi. 18 yoshdan to 50 yoshgachamisiz? Marhamat, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar. Adreslarni tashab beradi. Rossiya territoriyasida bo'lsangiz, dokumentga qiynalyapti turgan bo'lsangiz, qilishga dokumentlaringizga ham yordam beradi. Agarki siz yangi kelgan bo'lsangiz, ish oqtaryapti turgan bo'lsangiz, marhamat, bizga kelishingiz mumkin. Biz sizlarga konkret garantiyali, sizga yoqadigan ishlarni tavsiya qilamiz. Inshaalloh ishlab turib hech kimdan kam bo'lmaysiz. Akalar, bir oyda 2 marta oylik beradi, yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi, obed beradi. Agarki siz yangi kelgan bo'lsangiz, yo
dokument qilish iloji bo'lsa, dokumentlaringizga yordam beradi. Dokumentingiz yo'qmi? Xavotir olmang. Dokumentingiz yo'q bo'lsa ham bemalol kelsangiz bo'ladi. Dokumentlaringizga granitsaga yuborib, granitsaga o'zimizning mashinalar bor, chegaraga olib borib olib keladigan. Olib boradi, olib keladi, keyin dokumentlaringizga ham yordam beradi. Rus tilini bilmaysizmi? Farqi yo'q, bemalol kelishingiz mumkin. Грузчикlar 3000 rubldan smenasi boshlanadi. Komplektovщикlar 5000 rubldan smenasi boshlanadi. Upakovщикlar bor, yerda sortirovщикlar bor. Ularning ham oyligi shu 3500, 4000, 5000 rublgacha ishlasa bo'ladi. Bir oyda 2 marta oylik beradi, har hafta avansi bor. Undan tashqari agarki siz yangi kelsangiz, 3 kun ishlasangiz, 3 kundan keyin sizga avans beradi, pitaniyangizga avans beradi. Birinchi kun ham kelganingizdan ham уже avans beradi. Agar pitaniyangizga pulingiz yo'q bo'lsa, avans beradi. Bir narsaki, O'zbekiston Tojikistondan taksi bilan agar sizlar yetib kelsalaring yotoqxonasigacha taksi pullaringizni ham to'lab beradi. Avtobus bilan kelasizmi, taksi bilan kelasizmi, farqi yo'q. Agarki siz O'zbekiston Tojikistondan biletga pul olib, qarz olib biron kishidan kelsangiz, 2-3 kun ishlasangiz, kamida 1 hafta ishlasangiz, o'sha biletingizni ham pulini kompensatsiya qilib beradi. Akalar, opalar, bunday ishlar har kuni ham chiqarmaydi. Aytib o'tganimdek, telefon qilinglar, srochniy joylar chegaralangan, 20 ta odamga danni moment joy bor, marhamat kelinglar, ishga joylashinglar. Akalar, opalar, shuncha poddeshka qilyapsizlar, o'ylaymanki, shu videomda ham bir poddeshka qilib o'rasizlar. Akalar, opalar, rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaringiz uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar.